ikkitasi karis xo'rozdan chiqqan. Karis otasi 6 kilolik. Qoralar Turkdan chiqqan, Ganoy Makiyon bilan. Qarab bilmasdan lahta bosib qo'yaringlar. Aprel cho'jalari bular. 15 kunlik bo'ldi. Yana faktor chiqayotganlarni ham ko'rsataman, xudo xolasa mana hozir. Bu ham xudo xolasa ikkinchisini ochib chiqadi. Faktor bostirganman, Dakamakiyon Turk. Bu ham ertaga boshlaydi ochishda. Buni qizini ham ko'rsataman. Mana. Bu ham ochib chiqadi 3 kun yo 4 kunda. Hozir yana qizi. Martda chiqqan cho'jamakka, Dakamakiyon. Bunga ham faktor bostiraman.